إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetlik көрермен qarindoshlar, bugungi programmamizda farzand tarbiyasi haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya'ni ey Robbimiz, bizga ayollarimiz va farzandlarimiz xushallik bag'ishlagin, bizni taqvodorlarning imami, ya'ni peshvosi qilgin. Farzand tarbiyasi hem sharaflik, hem qiyin, hem xatarlik bir tarbiya. Tarbiyalarning ichida eng muhimi. Sharaflik deganimiz Alloh taolaning dargohida uning martabasi yuqori. Dunyoda nurg'un cho'ng ishlarni qilganlar, Alloh taolaning roziligiga erishib, Alloh taolaninki iroda qilganlarini yer yuzida amalga oshirgan kattalar hammasi shu oilalardan tarbiyalanib chiqqan. Demak, bu sharaflik tarbiya masalasi, sharaflik masala. Xatarlik deganimiz, agar buni xato ketsak, bolalarga beparvolik qilsak, bularning kelajagini yo'qotgan bo'lamiz. Qiyin deganimiz, bunga nihoyat sabrchanlik, ilm, taqvolik, ixlos, nurg'un ishlar ketadi. Shaksizki ota-ona bolalarninki birinchi, tunji muallimi, maktab bolalarning hayotidagi tunji oila bolalarning maktabi. Bu maktabning muallimlari ona bilan ota. Bular ona. Endi tarbiya mutaxassislari deydi, 5 yoshgacha bolalarninki 80% örf-odat, qoida-usulni bilib bo'ldi deydi. 5 yoshga kirguncha. Sizlar deydi, 7-8 yoshga kirguncha bolalarning xarakteri yetilib bo'ldi deydi. Demak, maktabga berish yoshidan burun uyda turib bolalarning xarakteri yetilib bo'ldi hamdi. Bolalarning ömrü bo'yi o'ziga ta'sir qiladigan ijobiy yoki salbiy tarbiyasini uyda yetilib bo'ldi. Shunga bu uy bolalar uchun nihoyat muhim. Oila muhiti muhim hamdi. Endi oilada ishlik nurg'un yaxshi, muhim ishlar bor tarbiya haqida, ammo ikkisi nihoyat muhim. Biri bolalarni tili chiqqan vaqtdan boshlab, kichigidan boshlab uningga iymon, islom, go'zal axloq o'rgatish. Uningga so'zlar bilan, hikoyalar bilan, qissalar bilan va o'zimizning amaliyati bilan go'zal axloqni singdirish. Bu nihoyat muhim hamda. Bunda yaxshi tarbiyalab bola tarbiyalagan kishilarga Alloh taolaning mukofoti kichik emas. Bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan, kim amal qilsa, qiyomat kuni uningga Alloh taolo quyoshning nuridan parlaq tojini kiygizadi deydi. Ya'ni shu Qur'on o'qiydigan, Qur'onga amal qilib, Qur'on bo'yicha ömür bo'yida yashaydigan ashunda kishining ota-onasiga shunday mukofotni berdi deydi. Demak, ota-onasi tarbiyalaganlik uchun berdi uni. Bakaga bermaydi, tug'ib qo'yganlik uchun bermaydi. Aşı tarbiyalaganligi uchun berdi. Ikkinchisi, halol haromga bak diqqat qilish kerak. Bolalarning bo'g'zidan harom luqma o'tkazmaslik kerak endi. Bu her qandaq bir musulmonning diqqat qilishga tegishli bek muhim masala. Endi hozirgi zamonda biz 3 diqqat qilish kerak mush yemek ichmakda. Biri, boshqalarning haqqi aralashib qoldimi? Yo'q. Ikkinchi, bu narsa shubhilikmi yoki halolmi? Bozordan setib olgan narsa masalan halolmi yoki shubhilik narsami? Haromga qat'iy yaqin kelmaymiz. Shak bor. Kelish manbasini bilib qat'iy yemasligimiz kerak endi. Üçüncüsü, bu narsa tan saqliqqa ziyonliqmi, ziyonliq emasmi? Masalan, hamda hozir o'zimizdan pulga oldik, halol va yasalishmi, halol narsani yasalgan, ammo bolalarning tan salomatligiga ziyonliq nurg'un narsalar bor. Uniga diqqat qilish, shu 3 narsadan diqqat qilish kerak endi. Bu halol harom masalasi bak muhim va bolalarniki aqlliq, mas'uliyatchan bo'lib yetishiga ziyonliq bo'ldi harom yegizish. Halol yegan bolalar
gelidan bir tamcha harom narsa o'tmagan bolalar nayt aqlli keldi ekan, tarbiyasi mu yaxshi keldi ekan. Buningda bunda bir qissa bor. Ro'zi Muhammad Mutallibning Muhabbat nomli kitobida bir qissani bayon qildi. Bir shaharning mashchisi, mashya saytgan odam bir kuni shu shaharninki va hurmatga ega taqvodor bir kishiga azi qilib beribdi. Sizning 10 yoshlik bolangiz har kuni bigiz bilan kelib mening mashlarimni teshib qolib ketadi. Bu qanday bo'lg'ini? Shunda bir yaxshi odamning bolasi bunday bo'lamdi deganki bu odam hayron qilib bunda bir xatolik o'tabdi, sizni men rozi qilay deb uni rozi qilyapti. Rozi qilib ayolni chaqirib o'ylab boqayli, biz bu bolamizningki geldan bir harom luqma o'tkazib qanday cho'ng xatolikni o'tkazdik, bolamiz shunda bo'lib qoldi. Degandan keyin ayol aytgan, "Hocam siz endi sirti ishlaysiz, nima olib kelsangiz biz shuni yedik, halolni akeldingizmi, haromni akeldingizmi, o'zingizdan so'rang, biz harom yegizgan ism yo'q bolaga." Deytgan, shuni degan, "Tamam biz ertagicha biz o'ylayli, esimizga kelgan bir ahvol olsa shuni tahlil qilaylik" deyishgan. Ertasi qo'pab ayoli, "Mening bir narsa esim kelib qoldi. Mushu bolaga eg'irayoq vaqtimda qo'shnimiz mehmon uzatishib bering deb meni chaqirgandi. Mehmonni uzatishib berdim, o'ltadim. Shu apelsinni tizib qolibdi ekan dostixonda. Yang demidi. Shunda yigim keldi, sizlik tatqa vaqtim endi yigim keldi. Qo'shnim mehmonni uzatqich ketgan vaqtida men uni endi sizlik tatqa vaqtida istagan narsani, ko'ngli istagan narsani yemasa, bola kamtik tug'ilib qoldi degan gapni anglagan, shundan qo'rqib hamdi. Bir apelsinni elib, yaqamga sanjib qo'ygan yengni bilan shuni sanjib, shuningdan bir yutum sharbat chiqarib ichgandim. Degandan keyin bu kishi aytgan, "Ha, endi bildi. Shu vaqtdagi bir apelsin hozir endi mash bo'libdi. Shu vaqtdagi sizning qo'lingizdagi shu bir yengni hozir bolamizning qo'lida bigiz, ya'ni juvaldiriz bo'libdi. Siz hozir shu oiladan rozi ekan." Demak, endi bu bir qissa endi. Demak, galdan o'tgan haromning chuqur bir yerda bir chatoq chiqirdi. Masalan, bir zaharlik yoki ziyonli bir narsani yeb qo'ysak, chuqur bir yerdan bir chatoq chiqadi-ku endi. Bir yerdan chatoq chiqdi endi. Shunda bir chatoqqa chiqqan gap. Demak, endi shu bolalarni tarbiyalashda, bolalarni tarbiyalash bahonasi bilan bu nayt ilg'ab o'zimizni qanchalik yaxshi tarbiyalasak, bolalarimizni yaxshi tarbiyalaymiz. Ba'zi olimlar deydi, o'zingni qanchalik yaxshi bolalarni tarbiyalamoqchi bo'lsang, o'zing axloqli bo'lgin yetadi shu deydi. Albatta tarbiyaniki bir qancha usullari bor, tarbiyaniki bir qancha usullari. Bu usullar endi ulgu bo'lish bilan bilash, ya'ni ulgu bo'lish bilan yaxshi bolalarga yaxshi ulgu bo'lib, namuna bo'lib, bolalarga ta'sir qoldirish bilan tarbiyalash. Ko'ndirish bilan tarbiyalash, ya'ni odatlantirish bilan, masalan, oqshom yo'ruqdan yetib, atdigan qo'pqanga o'xshash, tomoq yegan vaqtida bismillah deb yeganga o'xshash, og'izda tomoq ochaqda gap qilmaganga o'xshash. Demak, shu go'zal urf-odat, go'zal axloqlarga odatlantirish orqali tarbiyalash, ko'ndirish orqali tarbiyalash. Uniki nasihat orqali tarbiyalash. Nasihat degan nayti bak muhim endi. Nasihat asli vijdonga xitob qiladigan bir ish. Asli ta'lim tarbiyatning orasidagi farq shu. Ta'lim uningga o'g'itadi. Uning yaxshi o'rganishningki shu narsani o'rganishning yaxshi tarafini, o'rganmaslikning ziyonli tarafini anglatadi ilmiy usulda. Ammo nasihat vijdoniga xitob qilib, uning vijdonini harakatlantiradigan ta'sirli so'zlar bilan uni qoyil qilishga tirishadi. Bu nasihat endi. Uningkin vaqaliklar bilan tarbiyalash. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va sahobalarningki beshidan o'tgan vaqaliklar, haqiqiy mu'minlarning sabrchanligi, chidamchanligi haqida kelgan ta'sirli, ibratlik vaqaliklarni so'zlab berish orqali bolalarni shunda shularga o'xshash yaxshi bo'lishga tarbiyalash. Uningkin kuzatish orqali tarbiyalash. Kuzatish orqali tarbiyalash bu nihoyatda bak muhim. Masalan, bolalar nima ish qilyapti, kimlar bilan yuryapti, namozni vaqtida o'qiyapti, atdiganda kechda o'qiydigan zikr
tasbihlarni vaqtida o'qiyotamdi, maktabda yolg'on gap qilamdi, maktabga har kuni beryaptamdi, darsni qanday qilyapti, ya'ni hammani kontrol qilish, tekshirish, ya'ni bizning tekshirishimiz aslida bo'lishi kerak. Nima ish qilyapti, hammadan xabardor bo'lish kerak. Undan keyin jazo bilan, masalan, endi bolalarni qiziq mukofotninki ma'naviy bo'ldi va moddiy mukofot bo'ldi. Ma'naviy mukofot bolalarniki ko'nglini xush qilish, bolalarni bir yerga sayohatga olib berish, yoki bog'chalarga olib berish, deganni berish degandek. Moddiy mukofot endi moddiy mukofotmi pul berish deganga o'xshash, degan narsalarni o'yinchi qo'lamdi, kompyuter, laptop degan narsalarni degan narsani berish deganga o'xshash, endi moddiy mukofot. Mukofot bilan tarbiyalagili bo'ldi. Undan keyin jazo bilan. Bu jazo degan endi balni urish degan gap emas. Jazoniki eng atislardan boshlanadi. Bolalar bir xatolik qilganda biz uningdan ranjib qolganligimizni bir qaysi ishorat bilan bo'lsa bildirib qo'yish. Uningga diqqat qilmasa, uningga bir ochiq qilib qo'yish, "Ma ishing xato" deb ochiq deb qo'yish. Uningga kar qilmasa, uni yaxshi ko'rgan narsani mahrum qilish, masalan, telefonni, iPad binasini elib olish. Bir qancha kun sana bermayman buni deb. yoki bir yerga olmoqchi bo'lgan sayohat bir ishlardan mahrum qilish, mahrum qilman seni shunday qilganligim deb. Mushu jazomi. Ma g'arb davlatlarda mushu barib olni urish yo'q, ammo shunda jazolash usuli bilan, mushu shaklda jazolash usuli bilan anda tarbiyalaydigan. Bu nihoyatda karga qilgan bir jazolash usuli. Nima? Tarbiya usuli. Undan keyin suhbat va dialog bilan. Endi bola bilan suhbatlashib, "Sening darding nima? Nima qilmoqchi? Nima bo'ldi? Men nima qilib berishim kerak?" deb uning bir dardini anglash, uning dialog, uning fikrini anglash. Bu orqali yana tarbiyalab ketgan bo'ldi. Tarbiyaning umumiy usullari endi buning har biri ustida ayrim to'xtalishga to'g'ri keldi endi. Bu hozir bu qisqa vaqt ichida hammani deb bo'lmaydi. Hozir biz bu shuning ichida muhim bo'lgan birisini deymiz endi. Ulgu bo'lish bilan tarbiyalash. Bu ulgu bo'lish degan nihoyat muhim ishda endi. Bolalar aqli kirgan vaqtdan boshlab ikki narsaga nihoyat muhtoj bo'ldi ekan. Biri mehri shafqatga kuyinishga, biri bir qo'g'dinishga. Mehri shafqat kuyinishni onasidan topadi, qo'g'dinishni dadasidan topadi. Bolalar dadasini nihoyat qaysar, qo'rqmas ve ülgülük deb biladi. Dadasi qancha kamchiliklar bo'lsa-mu, dadasini kamkutsiz, shunda mukammal deb biladi. Shu dadasini doğrishga tirishadi. Qiz bola onasidak bo'lishga tirishadi. Uning kamkutsiz bo'lganligi uning ko'zga ko'rinadi. Nim bo'lsa, ashuni to'raydi deydi. Endi yaxshi bo'lsa, yaxshilik tarafini to'raydi, yomon bo'lsa, yomon tarafini to'raydi. Ota-onasini to'rashga tirishadi. Bolalarning mutaxassislar deydi, bolalarning ikki ko'zi xuddi jup ko'zi aparatga o'xshash ota-onasining bütün hareketlerini, gap sözlerini, yürüyüş turishini, ibadetlerini, öy işçilik barliq işlerini suratga olib turdi. Bu surat nihoyat ta'sir qildi buning hayotida, bak ta'sir qildi hamda esida qoldigini shu hamda. Ashunda bak ta'sirlik, bak muhim hamda ota-onaning roli. Endi bu ulgu bilan tarbiyalash degan tarbiyalashning eng önemlisi. Shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanday bir ishga mu'minlarni buyursa, shuni birga qiladi. Alloh taolami shunda buyurgan masalan. Va'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Sen ahlingni namoz o'qishga buyurgin va shuningda chidamli bo'lgin. O'zing shuningda chidamli bo'lib, ularning buyurgin. O chaqda uningki haqiqiy endi nimasi bo'ldi, natijasi bo'ldi. Masalan, ota-onalarning bolalarga shunda yaxshi oltindek vaz nasihatlarni turmaydin so'zlab berganlikdanmi, nurg'un qissalarni so'zlab bergini, payg'ambarlarning nihoyat esil qissalarini, voqealarni so'zlab shunda ibratli gaplarni qilib bergandan amaliyotda amalda o'zi ko'z tutib bergini ba'zi ishlarni u mingisda qoltqini shu, qabul qilgani shu. Chunki ular ota-onasining gap so'zlarini emas, ota-onasining vaz nasihatlarini emas, hammadan bak amaliyatini bakroq to'g'raydi. Amaliyatiga bakroq qaraydigan gap hamda. Men bir qancha kun ilgari bir nima Facebookda bir odamninki bir leksiyasini anglab qoldimda, Doğan Jo'jalo'g'li degan odamninki eshak hikoyasi deganda bu qiziqib qoldim. Eshak hikoyasi qanday hikoya deb. Bu odamninki bir o'g'li hamda hozir 30 yoshga kelgan bir o'g'li shu professorga shu Jo'jalo'g'li degan odamga so'zlab bergan ekan hamda. O shu bola shu odam hamda professor Fuat degan odam 5 yoshdagi vaqtida bo'lgan voqealik ekan.
Ularninki bir işi varken ailesinde, dixan adamlarken 12 yıl onunla işlep biripti işek. 12 yıldan keyin bu işekninki bir ko'zi ko'mas bo'lib qolibdi, bak ojizlashib qolibdi. Shundan keyin oiladagilar debdi, bu qanday qilamiz? Buni deb maslahat sepdi-da bu odam ballargandi. U shu yurtdagi odamlarninki odati hamda ishak qirib qolsa, kodin chiqsa, yo kasallab qolsa, opirib jangallikqa bir yerga opirib tashlab qo'ygan, ashada o'zi o'ladi ekan. Endi uni o'tirib yigilib olmaganiga opirib ashak ayda qutuldi ekan shuning bilan hamda. Qilgandan keyin uningki mavu Fuat degan 5 yoshlik bolaninki akisi deydigan, "Dada, bu eshakning ko'zi kelmaydi. Buni opirib boshqalarga o'xshash biz mana shu nimaga opirib jangalga opirib tashlayotayli. Ashada nima bo'lsa bo'lsin. Lekin men ertagacha maslahat qilib sizni so'zlashay deydigan. Ertasi yana o'tirib qanday qilamiz degandan keyin akisi yana boshqalar deydigan eshakdan qutulaylik yoki shu yiroq yoki opirib otaylik yoki shunday bir jangalga opirib otaylik, eng yaxshi yo'li shu degandan keyin bu odam qanday qilamiz? Tuzuk gap qilinglar buni. Bu opirish bilan ish hal bo'lmaydi degandan keyin akisi, "Hey dada, biz sana dedik-ku, eshakning ko'zi ko'rmaydi, bizga kar kelmaydi. Qutulishimiz kerak buningdan" degandan keyin odam, "Andaqda menmi qirib qolsam, menmi ko'zim ko'rmas bo'lib qolsa, meni opirib tashlayotamiz-la" deb biz buni ulab qolguncha boqamiz. Biz yoshligida bizga xizmat qildi, qirgan chog'da buni biz boqamiz degan. Shuninglar uni boqadi ekan, 1-2 yildan keyin ulab qoldi ekan, opirib bir shaharning kirishdagi bir yerga kun botadi ekan. Endi bu Fuat degan bola 5 yoshida bo'lgan dialog ekan bu. Undan keyin bu bola o'qib, sotchilikni o'qiydi ekan. Sotchi bo'lib, endi shu yo'lning bo'yida eshakninki mozoriga berib, ashad bir turib ekan, anga tasma olamga o'tadi ekan. Ashada eshakning mozorida turib, biroz tafakkur qilib, "Dadam haqiqatan odil odam-da. Men odil bir sotchi bo'laman" deb uzuk so'z berib uyga qaytdi. Endi bu qissada bu bir voqelik orqali bolaning ko'ngliga 5 yoshlik bolaning diliga bir adolatni sog'an, adolat sevgisini, adolatni sog'anda shuning hayotiga shuncha ta'sir qilganki, u unutmagan hamdi. U shunda so'z bergan. Endi bundaq odam hamda o adolatni o'zininki rasmiy dasturi qiladi hamda. Shunga o'xshash hamda insonning hayotida nurg'un ishlar o'tadi. Masalan, bizniki har birimiz o'ylab baqsak, kichik vaqtimizda ota-onamizniki shu yaxshi bir nurg'un ishlardan esimizda qolgan bo'ldi. Masalan, men kichik vaqtimda dadam o'choqda mechitlar uchiq bo'lgandan keyin namozni o'zida uyda o'qiydi. Bunday ulug' qiroat ulug' o'qiyotgan namozni dadam shu ovozni bo'g'ich qo'yib birib, shu mungluq chiroyli o'qiydi. Shu kichik vaqtimda men yotgan yerda shu dadamning bomdod o'qig'ini, xuttam o'qig'ini ashuni tinglab, shu o'qishi dadamning shu ahongi hozirgacha quloqimda bor. Shu o'qishi, namoz o'qish shakli, bütün shu ahvollari har qanday bolaning boshida ta'sir qiladi. Shunga biz eng yaxshi o'rnakni bersakmi beraylik bolalarimizga, eng yomon o'rnakni bersakmi beraylik. Endi bolalarni tarbiyalash yuzasidan bolalarimni yaxshi bir tarbiyalab, men dunyo oxiratlik men baxtlik bo'lay, bolalarim baxtlik bo'lsin, men shu mas'uliyatni yaxshi ado qilay degan niyat bilan o'zimizni tarbiyalab, gap so'zimizga diqqat qilib, yurish turishimizga diqqat qilib, o'zimizni birinchi bo'lib o'zimizni yaxshi tarbiyalab, oila diqqat bilan bo'lsak, bolalarimiz bizga qarab yaxshi tarbiyalanadi hamda. Biz bolalarimizni tarbiyalashdan burun o'zimizni tarbiyalashga muhtoj ekanmiz. O'zini tarbiyalagan odam ixtiyorsiz holda bolalarni tarbiyalab ketadi. Masalan, go'zal axloqli bir yaxshi odam bütün gap so'zlarida, ibodatlarda, yurish turishlarida, muomalalarda hammasida bolalarga o'zi his qilmasdan demaklarni ularning dillariga uyab mangdi, shuni naqsh qilib mangdi, o'zi his qilmasdan shular bo'ldi nurg'un odamlar. Endi biz har qachon bir uyda gap so'zlarimizda, muomalamizda, ibodatlarimizda, bütün ishlarimizda men nima qilsam shu bolalarim meni do'riydi-ku, men shu bolalarni eng yaxshi shaklda tarbiyalash uchun men shu o'zimning nafsimni kechib, men shu yo'lga salay deb qilsak, biz birla vaqtda ikki foyda topamiz. Biri o'zimizni yaxshi salamiz, o'zimizni yetishtiraymiz, shu orqali bolalarimizni yetishtiramiz hamda. O'lgi degan mushu menamda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilgani shu hamda. Masalan, bir qatim Rasululloh bir qo'shnisining uyida
o'tirdi ekan, uningki bir bala kirib, bir balani anisi chaqirdi ekan. Ey men kelgin, binasi birman deydi. Rasululloh, siz uningga nima bermoqchi ekan? Balki xo'ma berama degan. Agar siz uningga va'da qilib binasi bermasangiz, bir yolg'onchilik yozildi sizga deganda. Demak, hamda hamma narsada o'lgulik bo'lish kerakda, qat'iy yolg'on aytib solmaslik kerak. Masalan, eng xatarlik bir ish otani uyda turib, yo dada uyda turib, faloni bikim dadangiz bormi deb telefon qilsa yoki istasa, dadam yo'q deb qo'ygan degan gap mana tarbiyaning bildin uradigan bir ishda. Ayollarning uyda turib, anangiz bormi desa, anam yo'q. Biya ketgandi deb bu tarbiyaning biliga uradigan xatarlik, bolaga yolg'onni shu o'gitish hamda o'gatganlik bo'ldi. Yolg'onning gunohi yozilsa, bir tarafdan bolalarning tarbiyasini buzganlikninki jinoyat yoziladiganda. Mushunda ishlarga diqqat qilsa, inson ya'ni ixlos bilan, taqvolik bilan shu tarbiyani yaxshi ilib boradigan yo'lga kelsa, Alloh taolo albatta unga yordam qildi. Bu tarbiyachi bo'lishga tegishli eng muhim sifat ixlos. Har qanday ishda ko'ngil bilib ixlos bilan qilsa, bu ixlos degani bolalar his qiladi uni. Bolalarga gap qilishda, bolalarga kuyinishda, oilada bir-biriga yordam qilishda shu ishda ixlos deganni u bolalar albatta his qiladi. Undan keyin taqvolik. Taqvolik degan o'zining mas'uliyatchanligini, Alloh taolaning oldidagi mas'uliyatchanligini, bolalarining oldidagi mas'uliyatchanligini his qilgan holda Allohdan qo'rqish bilan yashash. Undan keyin ilm. Ilm hamma narsaningki, hamma yaxshilikning ochqichi. Ilmsiz hech qanday ish yaxshi bo'lmaydi dunyoda. Hamma narsaning bir ilmi bor. Ilm bu bola tarbiyalashga alohida ilm ketadi. O'zimizni yetishtirishimiz kerak har tarafdan. Ve savrchanlik. Bu bola tarbiyalashga nurg'un savrchanlik ketadi. Chidam ketadi. Achchig'imiz keladi. Tishimizni tishlab turib, savr qilib, achchiqlanmasdan o'zimizni tutib olishni o'rganishimiz. Mushu bolalarni tarbiyalashimiz uchun o'zimizning nafsini yengish kerak. O'zini tutib olishni o'rganamiz shuni orqali. Onun uchun mehr, muhabbat va kuyinish. Mehr, muhabbat, kuyinish orqali nurg'un tahdidlar bilan, qo'rqitish bilan qilg'il bo'lmayotgan ishni mehr, muhabbat bilan va kuyinish orqali qilg'il bo'ldi. Masalan, bolalarimizni o'zimizga rasmiy so'ydirish, haqiqiy muhabbatini o'zimizga qaratgan vaqtida bolalarimiz bizning ko'nglimizni avaylab bo'lsa-mu xato ish qilmaydi. To'g'ri ish qilsam ota-onam mendan rozi bo'ldi, xato ish qilib qolsam ota-onam mendan ranjiydi, ashuni men ramaydi deb xato ish qilmaydi. Demak, biz hamma ishni qila olamiz. Niyatimizni yaxshilab, to'g'rilikka yo'l olsak, Alloh taolo bizga albatta yordam qildi. Alloh taolo hammamizni yaxshi farzand tarbiyalaydigan ulguli kishilardan qilsin. Qadrli ko'rarman do'stlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yani keldigan hafta bir hammanglarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.